Hurmatli obunachilar, hozir Jizzaxlik bemorimizga homiladorlik xabarini birgalikda beramiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tuzukmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bugun analiz topshirgan edingiz, o'sha uchun men o'zim sizga bir qo'ng'iroq qilay dedim. Siz uchun yaxshi xabar bor, muborak bo'lsin. Siz homiladorsiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Alloh mahkamidan bersin. Qo'lingizga ham o'g'il nasib etsin. Bu yerda butun jamoamiz bilan sizni tabriklaymiz. 6 yildan beri bormagan joylaringiz qolmagandi. Mana bu yerga kelib, ilk urinishda homiladorlik yuzaga keldi. Qanaqa fikrlaringiz bor bizni klinika to'g'risida? Judayam xursandman, rahmat. Boshqa o'zi umidimni deb o'ylagandim, rosa kutgandim. Xudo xohlasa yurakchasini keyingi kelishlaringizda birgalikda eshitamiz, nasib bo'lsa. Rahmat doktor, katta rahmat sizlarga. Sizlar tufayli bo'ldi hammasi. Hammasi Allohdan. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, katta rahmat. Mayli.